Bismillah, birodarlar. Bugunning o'zida 30 ta 40 ta odamga ish tashladim. Qayerga deyapsizmi? Akalar, mana Telegram kanalimizda 2000 tadan odam oshiq bo'ldi. Xudo xolasa, mana shu yerda o'ziga ishlar tashlab boryapman. Muhammad Amin Rahmonov qilsanglar Telegram kanalim chiqib keladi. O'zim rasmlarim bor. Hozirgi paytda 2000 tadan ko'proq odam bor. Endi bitta sanab qo'yamiz. Akalar, sanaga e'tibor berasizlar, vaqtiga ham. Bitta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta. Xo'p, yangiliklar ham tashlab boraman, akalar. 6, 7, 8 ta, 9 ta, 10 ta, 11, 12 ta. 12 ta 13 ta ish tashalgan. Endi buni ichida akalar 5 ta odamga ish bor, 10 ta odamga ish bor deganlar bor. Svarka biladiganlarga ish bor. Student bo'lsa ham bo'laveradi degan birodarlarimiz ham bor. Hammasini shu yerga tashlab boraman. Ichidan bitta ikkitasini olib Instagram bilan TikTokka qo'yib qo'yaman. Akalar, agar ish oqtaryapsizmi yoki bironta og'ayniz ish oqtaryaptimi, taklif qilib, xudo xolasa sharmanda qilmaydi. Agar sizda ham ish bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu Telegram kanaldagi adminga tashlasangiz yoki Instagram bilan TikTokka qo'yamiz. Birinchi bo'lib Telegram kanaliga qo'yib qo'yamiz. Alloh yo'lida sizdan ham yordam bo'lib qoladi inshaalloh. Manfaatli bo'layotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Koreyadagilarga jo'natib olishni esingizdan chiqarmanglar. Chaqqa urib, qizartirib qo'yishdan esingizdan chiqarmanglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Akalar, xudo xolasa 2000 ta bo'ldi. Bosinglar, xudo xolasa ishlar tashlab boramiz. Xuddi shunaqa qilib yangiliklarni ham bo'lishib boramiz. Muhammad Amin Rahmonov sizlar chiqadi. Salomat bo'linglar.